men отказ beraman, lekin hozir bitta populyarni bitta internet tarmog'ida populyarni intervyu kanal meni intervyuga taklif qilyapti. O'shani o'ylab turibman, bersammi yo bermasam. Shunaqa. Yaxshi dam olinglar, mayli E'tibor opa, charchamang. Eng tabiiy bloger. Rahmat. Juda chiroyli chiqqaniga eringiz qo'li gul ekan. Ha, xo'jayinim shunaqa narsalarga rosa qiziqadilar, va shunaqa narsalar qilishga qoyilmiz. Men hammalarga aqlim yetmasa ekan, tepalarda kolonkalarni ko'ryapsizlar, mana burchaklarda, xuddi shu tualetda ham bor. Bilmayman, telefondan ulab qo'yib, shu anaqa qiladi, muzika chaladi uyda. Uyda har bitta burchakda ashula etiladi. Polni ashulalar. Shuni ham xo'jayinim g'oyasi. Mana endi kamera qo'ydirdik. Polni kameralar qo'ydirdik. Uyda bo'lmagan paytimizda ko'rib turamiz bolamiz nima qilayotganini. Har bitta burchaklarga kameralar qo'yganmiz. Ovozimiz ham eshitilib turadi. Xo'jayinim gapirib turadilar, uyda eshitilib turadi. O'g'lim, gaplashib qo'yinglar. Shunaqa hayotda boshqacha ekansiz. Bizni hech o'qimaysiz ekanda, ishingiz ko'pda. O'g'lingizni o'qib qo'ying, albatta o'qib qo'yaman. Chiqarsangiz berasiz, Xudo xolasa, inshaalloh. Kosonsoyda mehmon bo'lib keting, inshaalloh. Nima ko'p yaxshi ko'rasiz? Masalan, nimalardan? Charchim e'tiborli to'ylarni o'tkazib, rahmat, yetib keldik, shukr. Qashqadaryoga salom. Sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Kampir rolida xayrli tun deng. Bo'ldi xolalar. Kampir rolida hech ham chiroyli xayrli tun tilab bo'lmaydi. Bo'ldi xolalaring. Sipga buqlalarmang, bo'ldi. Kech bo'ldi. deydi u. Hello from America. Hello, how are you? Nasib bo'lsa borib ko'ramiz inshaalloh. Kelinglar. Eshigimiz sizlar uchun doim ochiq. O'g'lingizni ko'rsating. O'g'lim uxlab qoldi. Bolangizga nyanka qaraydimi? Ha, bolamga nyanka qaraydi. Nyankamiz bor, juda ham yaxshi. Bolamni juda ham bolasida yaxshi ko'radi. Juda ham yaxshi. Uyda bo'lsak, polni o'zimiz. Endi ko'proq bolamiz bilan vaqt o'tkazamiz. Endi Xudo xolasa oyog'i chiqib yurib qolsa, inshaalloh ozgina qoldi, o'zimiz bilan birga olib yuramiz bolamizni. O'zi bolaga yetalab yurishni yoqtirmayman, baribir ko'proq ota-ona bilan birga bo'lgani yaxshi, bolani mehri qochib qoladi. Shuning uchun adasi bilan ko'p yuradi. Men bolaga yetalab yurish uncha chunki har xil vaziyat bo'ladi, injiqlanadi, переговорlar bo'ladi, studiyalarga boramiz. Bola qiynalmasin deymiz-da. Endi oyog'i chiqib yurib qolsa, o'zimiz bilan olib yuramiz inshaalloh. Sizni hurmat qilaman, rahmat. Surxondaryoga salom. Qayerda turasiz? Algoritmda. Tug'ilgan kunlar aytsa ham albatta boramiz, Xudo xolasa boramiz, tug'ilgan kunga boramiz, nikoh to'ylarga boramiz. Faqat kelin salom o'tkazmayman xolos. Andijonga qachon kelasiz? Andijonga men Farxodjon Yo'ldoshev kecha keldim o'zi aka. Yana qachon boring? Guli sho'rva qilasizmi, guli? Hafsa juda yaxshi ko'raman, rahmat. O'g'lim Imronga salomni kuzatib o'tiribdi, 9 yosh. Imron, asal o'g'lim, katta yigit bo'lgin, oyini yetganini o'qigan, maktabda yaxshi o'qigin. Yaxshi o'qisang, kelajakda juda katta, buyuk odam bo'lasan. Xarakteringiz, rahmat. Tojikistonga salom. Andijonga qachon kelasiz? Yana Moskvaga salom. Nasiba opaga salom deb bering. Sizni yaxshi ko'radi. Nasiba opa salomat bo'lsinlar. Uncha yaxshisi, Moskvaga salomat bo'ling. Do'mboqcha ko'rinyapsiz. Ha, endi sar semirganman. Bundoq qilsam, mana norma. Просто men bundoq olib kelganman-da kamerani. Kelin salom o'tkazing. Yo'q dey, shu kelin salom o'tkazib olmayman-da. Urgutga qachon kelasiz? Qachon chaqirsanglar boraman. Bonu ukasini ismini nima qo'ydilar? Fazliddin qo'yishdi. Ismlarni tanlab o'qir ekansiz. Yo'q, esimiz juda ko'p. Xorazmga salom. Dadingiz qo'shiqlarni aytib bering. O'g'lingizni uxlatayotgan ko'rsating. Yo, nyankasi bilan ichkarida endi ayol kishi pijamada-yu, ko'rsata olmayman. Andijonda to'yni ham rosa qizdirdingiz-a. Hammani o'ynatdingiz. Rahmat. Shunaqam go'zalsiz, rahmat. Abror bilan ko'rishib turasizmi? Yangi chiqqan o'qiydi. Abror ijod qo'y. Abror artistda chiqyapti hozir. Artistda qatnashyapti. Abror bilan ko'rishib turamiz. Ko'p keladi uyga.
Xonzoda, bu vitaminlar ichasizmi? Men vitaminlar hozirgi paytda ishtaha ochadigan vitamin ichyapman, bo'ldi. Boshqa vitaminlar ichmayman. Yusuf qani? Yusuf uxladi, ovoziga gap yo'q. Rahmat, salomat bo'linglar. Samarqandga qachon kelasiz? Samarqandga boramiz, yaqinda to'yga boramiz. Olmaliqqa salom, Lobarga salom deb salomat bo'ling. Necha kilo semirdim? 8-9 kilo semirdim. O'zim to'yga ketmadimmi? Yo'q, endi men to'yga ketadi. Assalomu alaykum, juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Iltimos, uxlating o'z Qashqadaryoga kelib turasizmi? Ha, ko'p boraman. Assalomu alaykum, hozirda Sirdaryo viloyati. Salomat bo'ling. Chinozga ham keling, Baluga xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Germaniyadan salom. Kitobdanmisiz? Albatta. Ota shahrim. Samarqandni yaxshi ko'raman. Rollaringiz zo'ringiz, rahmat. Gul sho'rva siz uchun gatov debdilar. Bo'ldi. Yangi yilga yaxshi bitta gul boqib turing. Farg'at aka. Andijonga to'yga qancha kelyapsiz? Adminim gaplashadi, viloyatiga qarab, uzoq yo'lga qarab. Toshkent shaharida boshqacha. O'sha bu yoqqa ketadi. Chinoz, Sirdaryo, Guliston, Samarqand. Bu yoqqa viloyatning uzoq yo'liga qaraymiz-da. Adminim to'ylarni gaplashadi, men narx-navolarni gaplashmayman-da. Beg'ubor Sumrizo bo'lsin, rahmat. Navoiyga salom. Juda tabiiy go'zalsiz, rahmat. Kayfiyatim 0 bo'lganda maza qilib ko'raman. O'zi shu kayfiyatingiz ko'tarilsin deb qilaman. Sizga nima uchun san'atni hamma sohasi tushaveradi? Chunki qonimga singib ketgan. Qonimga. Ona avlod, ota avlod. Butun tomir-tomirimdan oqadi. Ufda salom, sizni yaxshi ko'raman. Bonu sizga o'xshaydi. Ha, Bonu, endi qiz ammaga o'xshaydi-da. Kitobdanmisiz? Albatta. Qashqadaryoga salomat bo'linglar. Qaynoq homiladormisiz? Yo'q. Chinozga keldingizmi? Chinozdan pashti o'tamiz, Samarqandga borganda Chinozdan bosib o'tamiz. Yuz parvarish qilishga nima tavsiya qilasiz? Uxotlarim juda ko'p uxot qilaman yuzimga uyda. Yaxshi kosmetologga borib turaman. Endi uxotlarni ko'rsatishga vaqt bo'lmaydi, shu narsaga bir qunt qilmayman, bir ko'rsatib beraman sizlarga. Rollaringiz yaxshi, o'zingiz gapi. Bekobodga salom. Necha yoshingizda universitetni bitirgansiz? Men 2 universitetni tugatganman o'rtoqlar. Xoreografiya oliy raqs maktabini tugatib, jahon tillari litseyini tugatdim. Bir 5 yilcha ingliz tilidan dars berib, 1 yil chet elga o'qishga kirdim, adam jo'natmadi. Keyin teatralniy institutga kirdim, madaniyat institutiga kirdim. Musiqali drama teatr aktyorlik yo'nalishini 4 yil o'qib tamomladim. Undan keyin kino seriallarda o'ynadim, bir narsalar bo'ldi. Kliplarda chiqdim, serial kinolarda o'ynadim, blogerlikni boshladim. Keyin dars berishni to'xtatdim. Yaxshi pul topardim dars berib. Uchirim sentrda dars berardim, tarjimonlik qilardim, uyda dars berardim. Keyin Milliy universitetga o'qishga kirdim, psixologiya yo'nalishiga kirdim. Uni ham o'qib tugatdim 4 yil. Endi hozir magistraturaga harakat qilmoqchiman. 2 institut tugatganman, xullas. Shunaqa bo'lgan. Xonzodaga 40 hunaroz qo'yaverasizlar. Ular juda zo'ringiz, rahmat. To'ylik qanday xizmat ko'rsatasiz? To'ylik qanday xizmat ko'rsatasiz? Ashula aytaman, qanday xizmat ko'rsatishim mumkin? Barakanu, rahmat. Eringiz nechinchi yillar? Biz xo'jayinim bilan tengmiz. Tojikistonga salomat bo'ling. Maza qilib har kuni eshitaman, rahmat. Adezizlarga to'yga kelganlar, o'g'lim uylaganimizda. Buncha yaxshi. Adam juda ko'p joylarga xizmatga boradilar. Banu shirin qizda, rahmat. O'zingiz uxlayotganini ko'rsating. Voy asalim, men ham pijamada ko'rsata olmayman, uyat. Oiz bersin. Rollaringiz maza kuzatib, onajonimiz yaxshi ko'rib, onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Er-xotin urushmaslik uchun, kelishib yashash uchun qanaqa maslahat berasiz? Gap qaytarmang, jahli chiqqanda eringizni. Chunki erkak kishini jahli mingga chiqib turgan paytda xotin kishi gap qaytarsa bo'ldi, sovush boshlanaveradi. Xo'p deb qo'yish kerak. O'zi jahlidan tushgandan keyin o'tirib, siz shu yerda xato qildingiz deb keyin gaplashib olsangiz bo'ladi. Endi unaqa motivatsiyalar, unaqa narsalarga hali qaynona obraziga kirib oling, maslahat beraman keyin, xo'p. Shashka deydigan qizcha akangizga, akam qizchasi duet kuylash niyatingiz bormi sizlar bilan? Niyatim bor. Bitta inson bilan duet kuylash niyatim bor. Uni duet kuylaganimni bilasizlar kimligini. Ungacha duet etmayman hech kim bilan. Xonzoda va bujon obrazingizda
Duryodbek, Ikrombek, uxla, telefon o'ynamagin, deng ko'rsataman. Duryodbek, Ikrom, uxla. Hozir borib, aptingni buzib, buningni yulib olaman. Bo'ldi, kech bo'ldi, uxla. Telefon o'ynavermasdan. Atat qilaman bo'lmasam. Kech bo'ldi. Sipga uxlalaring. Nechta til bilasiz? Ikkita. Beimjoz yaxshi ko'ramiz. Rahmat. To'yga boraman deb Vayla tashab qo'ymay. Yo, Vayla tashalmaydi. Qirg'izistonga salom, nechinchisiz, necha samimiysiz, nyankingiz kechasi bilan qarab chiqadi bo'lingiz. Ko'pda nyankam qaraydi, ko'pda o'zim qarayman. Charchab kelgan paytlarimda, uyquga to'ymagan paytlarimda nyankam qaraydi. Ajdodlaringiz kimlar? San'atkorlar. Har tomonlama idealsiz, rahmat. Bonuni nechta ukasi? Bitta ukasi bor. Fransiyaga salom. Eringizni yankada rashk qilmaysizmi, sababi pijamada yuribdi dedingiz. Yankam onam tengi ayol, birinchidan. Ikkinchidan, xonasiga meni xo'jayinim kirmaydi hech qachon. Uxlagani kirib ketgandan keyin xo'jayinim kirmaydi u xonaga. Pijamada endi yarim yalang'och pijamada yurmaydi, takoy pijama bo'ladi-yu. 1 yildan beri biz bilan yashaydilar. Sassola deb qo'ying. Yaxshi, seni trendlar sotadi. Ha, bo'ldi, istoriyaga qo'yib qo'yaman uni, xo'p. Aldin meni ko'rsatuvda qaytaring dedi. Ha, aytmay ta qiladi deydimi. O'zi u boshqa mavzu haqida gapirganman, endi uni montaj qilib menga to'g'rilab chiqarib olishganda, Xonzoda eridan kalta edi deb. Meni xo'jayinim Allohga shukr chertmaganlar. Assalomu alaykum Tojikistondan. Assalomu alaykum. Erkak kishi shunaqa bo'lish kerak, erkak kishining yuki, jesi. Ayol kishini urib qo'rqitish kerak emas. Bitta qaraganning o'zida yetadi. Xo'jayinim yo'la, xo'jayinim ko'chadalar, ish bilan chiqib ketganlar. Samimiy tashqi qaynar o'ziga gapirasiz, 5 ketaman. Qatdan olasan gapirам, burab. O'zi obrazga kirsam kelaveradi. Ro'mol o'rabda qosh chizsam o'zi kelaveradi, ichimdan tug'ilib, toshib. Assalomu alaykum. Qizim tug'ilgan kun iltimos, qiz tabriklab bering, xo'p, asalim. Bo'ldi. Ingliz tilini qayerda o'rgangansiz? Litseyda, repetitorda juda ko'p repetitorga borganman. IELTS o'qiganman. 7,5 olganman IELTSdan. Ancha bo'lib ketdi. Hozir 7,5 tugur 4,5 ololmasam kerak. Общение bo'lmasa sizdan chiqib ketadi. Tojikistonda muxlisman, Hoshimjon rolini o'ynab bering. O'g'lingizni ko'rsating, joningizni bexmon, inshaalloh. Hoshimjon rolini zo'r o'ynaysiz, rahmat. Omadingiz bersin, salomat bo'ling. Bonuga gap yo'q. Тоже мне qo'ydim. Dadingiz necha yoshdalar? Odam 50 dan oshdilar. Yaxshi ko'raman, rahmat. Tojikchani bilasizmi? Voy, men tojikchani tushunib qolganman. Xo'jayinim tojikchada avtomat gaplashadilar, ishonasizlarmi? Avtomat. Ona tilida gaplashib qo'yadi. O'rtoqlari bilan Samarqandga borsalar, shunaqa tojikcha gaplashadilar. Qilib o'tirardim boshida. Hozir tushunib qolganman. Lapar aytib bering. deydi, kelibdiman deydi, orqasidan chaqirsam ketibdiman deydi. Nazgul opasini yaxshimiz gaplashishni ham xohlagandim. Gaplashamiz. O'g'lingiz uxlayaptimi? O'g'lim uxlayapti. Bolajonim yaxshi. Nechinchi siz 97. Maldiz hammaga harakat qilyapman atvet qilishga, chunki SMS ko'p. Siz ko'rsatmoqchiningiz rohatingiz ko'rsa rahmat. Uxlamaysizmi? Sizga o'xshab uxlamayapman-da mana. Siz uxlamayapsiz, uxlasangiz uxlayman. Sani tanlasa oq qilaman. Ha. Sani tanlasa oq qilaman deydimi? Mani tanlasa duo beraman. Alloh bergan talant, rahmat. Aksiya shouda qatnashganmiz, shunaqa qatnashganman bir paytlar. Insta o'qirdim, 3-kurs edim bu payt. O'layam kino bo'lgan paytlar ham. O'sha paytda do'stlarni asl basharalarini bilganmiz. Kim do'st, kim dushman ajratganmiz. Ajoyib paytlar edi. Siz har doim o'z chizasizmi? Bir xil. Ha, o'zim chizaman. Amerikaga qachon kelasiz? Qachon boraylik? Sherxon Arslon Shukrona, sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, asallarim.
Har yaqinda boshqacha bo'larkan, juda samimiy rahmat. Xo'jangiz qatli, Samarqand. O'zi Samarqandda tojikcha gaplashadi. Samarqandlarni shaharida ko'proq tojikcha gaplashadimi? Tuman-tumanlarda tojikcha gaplashmaydi. Hozircha qanaqa dori maslahat beruvdingiz? Dori maslahat bermaganman, kofe adashmasam reklama qilganman. Nazmi shuma hay? Naz. Qara nazmi? Deb mana boshlab qolay. Chtu deb. Yaxshimisiz qo'shni, ko'chib ketganingizni ko'rmay ham qo'ydik. Men bittagi bir xona uyda yashardim. Ko'chib ketdik. Yaqinmiz lekin, kelinglar. Assalomu alaykum, Xo'roy Sharifdan ona qizim bolalar bilan yayrab roliklar olsangiz, Nag'an Ulug'bekjonlar kabi doimo yuradi. Rahmat. Bonu uyida, o'zini uyida. Nechinchi 97 man, jonli aytib bering. Faqat to'liqroq. Bo'ldi, effektsiz efir qilgan birinchi bloger. Men effekt, istoriyamda effekt qo'ymayman. Aktyor paytlarni sog'indingizmi? Do'stlarni yo'q, hech ham sog'inmadim. Ko'rgani ko'zim ham yo'q. Bunaqa do'stlarni. O'ynashganingiz bormi? Lekin ijodda o'sha paytdagi sahnani baribir sog'inasiz. O'sha paytdagi jarayonni sog'inasiz, chunki ijod raqobat bo'lgan. O'sha jarayon qiziq, o'sha jarayonni sog'inasiz, xolos, boshqa narsani emas. Bonu qani Bonu, men uyimda yashamaydi-ku Bonu, asallarim. Bonu o'zini uyida, men erga tegib ketganman. Zaryadim kam qopti, zaryadga qo'yib qo'yamiz. Ay. Ana. Hoshimjon bo'lib bering. Chikagodan salomat bo'ling. Shaktilosdan buyon taniyman sizga. Balet qilganman, rahmat. Menga juda ko'pchilik balet qilgan o'sha payt. Hoshimjon sog'inib sizlar, albatta vayn olaman. Har doimgidek energiya ekan. Energiya va shibiton. Amerikaga salom. Amerikadan qaytaga kelasizlar. Bilmasam, ko'ramiz. Menga gapirsizlar deyapti. Turkcha bilasizmi? Turkcha bilmay, xo'jayinim turkchani zo'r gaplashadilar. Elif, uxla. Seni çok seviyorum, çok seviyorum. Deb qo'yamiz-da, shundan boshqa so'zlarni bilmayman, turkchada gaplasha olmayman uncha. Bo'lmay qo'ydingiz to'ylar ko'p. Hoshimjonmi? Yo, to'ylar ham bor, Pepe bor, uxla. Hoshimjonni sog'inibsizlar, bo'ldi. To'yga qancha kelasiz? Opa ukamning to'yi bor Edanjonda. Administratorım nomerini qoldirganman, o'sha yoqqa telefon qilinglar. To'ylarni ular gaplashadi, men gaplashganim befoyda baribir. Adminim hal qiladi-da. Qaydana bo'lganingizda turqin qursin, abding qursin, gaplaringiz zo'ra. Abdularing qursin. Sasso'la deb boshlaydi-yu. Intervyu qachon berasiz? O'ylamayman, bersam, bermasam to'g'risi. Talonsiz gap menga yoqadi, rahmat. Assalomu alaykum. Rostdan dadingiz qiz ekansiz, Xonzoda. Rostdan o'xshar ekanmanmi? Duryodbek, onajoning yaxshi ko'radi san, asal bolam. Uxla endi. Assalomu alaykum. Turistlardan kuzatyapti, bu yaxshi, albatta. Real Barsa, endi men Real ko'proq ko'raman. Dadam samimiy insonlar, dadam juda ham, otam samimiylar. Qarang, qanaqa chiroyli yuzingiz bor. Siz bo'lsa kampir obrazida chiqasiz, shunaqa ko'rinishlarda chiqmang. Agar men sizning gapingizga kirib kampir obrazida chiqmasam, mana million obunachilarim mendan отписаться qiladi. Aynan shu kampir obrazlarimni yaxshi ko'rib kuzatishadi. Ishonmasangiz mana so'rang, hozir yozishadi. Bo'ldi, bugundan boshlab qaynona obrazini o'ynamayman desam, siz hozir qarg'ishga qolib ketasiz. Obraz u. Men Xonzoda, bu hayotdagi Xonzoda boshqa, u obraz. Obraz bilan Xonzodani aralashtirib qo'ymang. Ona bo'lish yaxshimi? Ona bo'lish baxt. Ona bo'lish bu mas'uliyat. Ona bo'lish bu oilaga boshqacha qaraysiz. Mas'uliyat paydo bo'ladi, mehr paydo bo'ladi. Ota-onaning qadriga yetasiz. Ona tuyg'usi bu ona bo'lganlar biladi.
Amerikaga kelsangiz albatta konsertga tushaman inshaalloh. Holat har qanday holat bo'lsa ham bo'ldi. O'sma qo'yishingizga boraman dedi. Bizani yaxshi ko'rmaysizmi? Sevaman sizlarni. Soliha qizim muxlisingiz debdilar, rahmat. Chikagoga keling deyishibdi. Bo'ldi, boraman. Jani ham o'z yo'nalishida o'tkazib olganingiz bilan olgan vizalaringiz gapi. Endi pochchani o'zini yo'nalishi bor, ishi bor. Endi ora-orada pochchasi bilan o'zi hayotda pochchaga ham shunaqa talashib yurishadi-da. O'shaning uchun o'sha narsani biz bo'rttirib, vaynga ko'chirganmiz. Odamlarga yoqadi-da shu. Samarqandimni go'zal ekansiz, yaxshi ko'raman, rahmat. Qalbi to'ziq Xonzoda, rahmat, sog' bo'ling. O'g'lim uxladi. Rishtondan salom. Voy, yana yetib keldingizmi? Voy. Siz nima bor, anaqani ko'chirib kelasizmi deymi? Ichini undan ochib sotib olavering hammasini. Xo'jayinim o'g'limga mana shunaqa past magazinimizda bunaqa o'yin bor. Bunda bilasizlarmi? Bunda ilib olib o'ynaydigan o'yin bor. Pul tashab 5000 danmi donasi o'yini? 5000 dan tashab, erim masdan mana shunaqa o'yinchoq yutib chiqadi har kuni 3 ta 4 ta o'g'limga deb. Kolleksiya bo'lib ketdi adasi anaqa Yusuf xonasi. O'yinchoqqa to'lib ketdi. O'g'lingiz bunaqa igrushkalar o'ynamaydi. Ani Bonuni qo'g'irchog'i qolib ketgan ekan, qilib irganyapti, jirkanyapti. Unga mashina qiziq. Mani o'g'lim negadir qizlarning o'yinchog'idan jirkanadi. Qilib yuboradi. Buni o'yinchoqlar orasiga qo'yib qo'yadi, o'tiradi deyishida, maza qilib. U mashina o'ynaydi, pistolet berib qo'yamiz. Mana shunaqa o'g'il bolalarning narsalariga qiziqib o'ynaydi. Rul. Ha? Kolleksiya qilib yordingizmi? Mana buni qaranglar, tepani. Polni mana shu tepaga xo'jayinim anaqa yig'aldi. Mashina bozor, shkaf polni. Uni hali tushunmaydi. Uni 2 yosh bo'lganda tushunadi-da u. Xitoydan ko'tarib keldi shuni. Yana o'g'il tug'asi kerak. Voy, uyg'onib ketadi hozir. Mana qizingiz yaxshi. Xo'jayin salom aytib qo'ying obunachilaringiz nomidan. Sizga salom aytishyapti dadasi. Rahmat, salom. Salom, tinchmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Mana ko'rsatdim mana shuni. Voy, erinmagansiz. Bola uchun mana mazada mana har bittasi buni anodan mehmonlar olib keluvdi, Rossiyadan opam olib keluvdimi? Opam olib kelgan Moskvadan men. Har bittasi temir, mana bunaqa oddiy o'yinchoq emas, plasmas emas, temir, haqiqiy. Mana shu tug'ilmasdan oldin yig'dingiz-da, lekin mashinaga qiziqishini bilibsiz. Mana shu faqat mashinaga qiziqaveradi-da. Keyin yana bir narsa bor, ko'rsatadi, maza qilib odamlar. Mana haqiqiy. Buni Yangioboddan olgansiz. Yangioboddan olganman, haqiqiy yoshlikdagi mana anaqa bu eski retro zim mashina. Temirdan bu ham oynalari, eshiklari ham ochiladi mana. Bu haqiqiy. Keyin yana bir narsa bor mana. Ana kinoda bor-ku. Sho'rikdagi mana o'g'lim ketadi, qizda haqiqiy mana shunaqa ovoz mana. So'ra? Sizga Amerikalardan salom aytishyapti. Men xo'jayinim Amerikaga borish orzusi bir olib ketib qolaman meni. Dedilar zo'rg'a olib qoldim deyapman. Amerikaga esa taklif qilishyapti. Assalomu alaykum. Qanaqa mashinangiz bor hayotingizda? Qanaqa? Men mashina haydamayman to'g'risi. Vaqtim ham yo'q, toqatim ham yo'q. Gentra. Nimaga silabisin? Mushu boqasmi? O'g'lim mushu bilan o'ynaydi, o'shanga mushu olganmiz. Qaynonamni qilib bering, maza bu baxtli, ideal ota. Voy, aytmang, ashi. Xo'jayinim bilan o'xshab ketar ekansizlar. Bilmasam, xo'jayinim diyeta qilyaptilar mana. Men semirishga dori ichsam, xo'jayinim ozyaptilar. 5 kilo tashladingiz adasi bir oyda. Bir oyda 5 kilo vez tashladi. Hozir полный правильный питание. Har kuni uyga ovqat keladi. 5 mahal ovqat keladi. Good fooddan. Правильный питание. Umuman kaloriyasi yo'q ovqatlar, desertlar keladi, maza matrasi yo'q, shuni yeb o'tiradilar. Endi ertadan trenirovkaga chiqmoqchilar. Mana bir bola proteinlar olib kelganlar, bir dunyo. Xullas. Kelin sentabr qiz va bu qizimga ismingizni qo'ygandim. Voy, asalim, iloyim, mendan ham zo'r qiz bo'lsin. Xalq duosini oladigan, yaxshi kasb egasi, soliha qiz bo'lsin, iloyim. Samarqandni qayerdan xo'jayiningiz? O'zidan. O'zbekistonski degan joydan. Oilaviy tomosha qilamiz, yaxshi ko'ramiz, rahmat. Siz o'xshatishadi, hayotda shunaqa deysiz, rosa xursand bo'laman sizga o'xshatishganda. Mendan ham zo'r bo'ling, iloyim, omadli bo'ling. Oilada ham eng sevimli ayol, sevimli ona bo'ling. Siz bilan vaynga tushgisi keladi.
Bo'ldi, endi to'xtatni semirib ketsa. Voy, bu yoqni yaltmana qo'yatsiz. Yangi yo'lni kuzatib rahmat. Siz 9-domda yashaysizmi? Rostdan ham ismingiz chiroyli. Samimiy ekansiz, kibriy ekansiz, bunday deb bilmasdim sizni. Nimaga men oddiy odamman-da, nimaga? Ortiqcha joyim bo'lmasa. Dichkangiz yozganim Instagramdan eslasangiz. Dichkamga bo'lsa bordir. Men endi vaqtim bo'lganda dichkada muxlislarim bilan gaplashib turaman. Samimiy, yaxshi ko'rib yozishsa javob beraman. Tabiiychilaringiz rahmat, juda samimiy, sog' bo'ling. Tilaklaringiz uchun rahmat. Qizimga yoqasiz, rahmat. Eringiz rashqni qanday yengadilar, chunki siz shuncha begonalar kuzatadi. Endi Durbeyjon, rashq deganda siz nimani tushunasiz? Mani obrazlarim, kontentlarimda partnyorim yo'q, erkak kishi bilan rol o'ynamayman. Qo'lishashib olib, quchoqlashib olib, to'g'rimi? Kampir rolini o'ynab chiqaman. Ko'ylak ishton kiyib chiqaman, to'g'rimi? Tirsillab olib, kindigimni ochib olib, yo tor kiyinib chiqib o'zimga birinchi narsam buni ep ko'rmayman. Erlik bo'lganingizdan keyin simbolik. Nimaga u juda mayda-chuda melochevka odammi ishi уже u. Mani kontentlarimga bundoq postimga kirib ko'rsangiz, boshimda ro'mol, qoshimni chizilgan, o'g'il bola obrazini ham boshqa begona bola o'ynamaydi, o'zim o'ynayman. Bu yerda qani rashqqa sabab narsa yo'q kontentimda. Shuning uchun ham mani boshqa o'g'il bola bilan qo'lishashib, er-xotin rolida ruxsat bermaydilar. Demak, erkakki chesti borki, mani boshqa begona bola bilan rol o'ynatib qo'ymaydilar. Juda ham samimiy tilaklar bildirib yozgansiz, xursand bo'lgandim, rahmat. O'rdaklar kimingiz bo'ladi? Eringiz bilan Vine'da o'ynagan. U meni singlim. Biz xo'jayinim bilan sevishib yurgan paytimizdan beri juda uzoq yillik singlimiz. Eri juda yaxshi inson, rahmat. Ishonch bor joyda rashq o'rin yo'q. Конечно, ishonch bor joyda rashq o'rin yo'q. Birinchi, men xarakterimni bilishaman, u erkak shodamanman. Menga birov ko'chada yoki qaysidir davrada gap otib, menga shilqimlik qilgani qo'rqadi, duxi yetmaydi. Chunki men o'zim erimgacha yetib kelmaydi u narsa. Men o'zim joylagan joyga joylab uzib olaman men. Menga birov neto ko'zda qarasa tinchlikmi, o't-bitim ochilib qopdimi deb turib, sirazi qopib olaman menga yomon qaragan erkaklarni sirazi. Joyda yopishtirib olaman, erimgacha yetib kelmaydi u narsa. Ma'mi toza, o'ziga to'g'ri ayol kishiga erkak kishilar neto ko'zda qaramaydi. Shunaqa. Siz bilan jiyaningiz rosa chiroyli rol o'ynaydilar. Meni erim rosa sizlarni kuzatadi. Hozir men xo'jayinim bilan Bonur muxlisi Malikidan ham ko'payib ketdi, ishonaveringlar. Pochchaga salom ayting, albatta. Xatmisiz yo'q. Andijonni Durdona qarindoshingiz bor-a? Singlim-ku. Eng samimiy ko'ngli insonsiz jonim. Dilim opa, mana Dilim opa, kosmetolog, mana kosmetologim. Yuzlarimga toshmala toshib ketdi, uni kuni peshonalarimga ketkizib berdilar. Bitta chiskani o'zida. Qo'lingiz gul, Dilim opa. Boraman yana protseduralarga. Urgutdan salomat bo'ling. Mana faqat sizni va Bonuni yaxshi ko'rib kuzatadilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Tojikistondan kuzatib boramanlar, rahmat. To'yga qancha bo'ldi? 2 yil. To'yimizga 29-oktyabrda 2 yil bo'ladi to'yimizga, o'rtoqlar. Tanishganimizga 5 yil bo'ladi. Zarari yo'qmi, reklama qiluvdingiz? U ishtaha bo'lg'adi-da u narsa. Endi hurmat moshisiga ko'p rahmat. Sho'x Shadot qiz, sog' bo'ling. Men yozganim bormayaptimi? Kelyapti. Vaynlari zo'r. Rahmat Asalimjoningiz sog' bo'lsin. Meni xo'jayinim Jon Baydenning qizi deb olgansiz ko'ring. Janlilardan salomat bo'ling. Qo'qonga salom. Sevgilingiz bormi? Yo'qotish kerak. Bu ketgani bu. Bu tabiiy narsa bu. Bu sevgillarim meni tabiiy. Ko'pchiliklar atey, spesialni sevgil qo'ydiradi. Allohdan berilgan. Turkiyaga salom. Ko'pchiliklar husnidan sevgillar uyaladi. Men hayron qolaman. Nimaga uyaladi deyman. Nuqsondan uyaladi, dog'idan yoki qanaqadir noridan, mana shu qanaqadir bir holidan uyaladi. Uni Alloh beradi-ku, o'sha husn u. Hech ham uyalish kerak emas. Odam o'zidan uyalish kerak emas hech qachon. Faxrlanish kerak. Har bitta yuzga Alloh bergan
U nuqson emas, u husn u. O'zim samimiy inson, rahmat. Semirib qolibsizmi? Semirib qoldim. Nerpatolga bor ismlari Saidolmidi? Yo'q, Saidol emas, Jamshid Saidov. Tog'amlar. Amakim to ist. Tog'ab chaqiraman kelib. Bekobodda salom sirqir ijodkor, salomat bo'linglar. Bolajon katta bo'lyapti. Kecha Andijon to'yga bordingiz, cho'maga bordim. Tabiiy chiroylisiz, man guvoh. Rahmat Jilim opa. Vonuzur qizchada rahmat. Termizga salom. 29-oktyabr rahmatli ajonim tug'ilgan kunlari. Xo'jayinimning ham tug'ilgan kunlari 29-oktyabr, tug'ilgan kunlarida to'yimiz bo'lgan. 29-oktyabrda tanishganmiz, tug'ilgan kunlari kuni tanishganmiz, ko'rishganmiz, sevib qo'yganlar meni. Keyin shu kuni to'yimiz bo'lgan. Shunga belgilaganmiz. Lekin o'g'limni planoviy deyishuvdi, yo'q, men planoviy tug'mayman. Alloh o'zi qachon dard bersa, dard bilan tug'aman dedim. Bo'lmasam 29-oktyabrda kesirva qilishimiz kerak edi. Tug'ilgan kunlariga podarka qiling deyishdi menga. Yo'q dedim, men dedim, planoviy qilmayman. Alloh o'zi tabiiy tug'ruq beradi, shunda tug'aman dedim. 1-noyabrda tug'dim. O'sha 1-noyabrga o'tar kechasi. Bolajonim yaxshi. Oiz tomonidan kim san'atda? Onam tomonidan do'dam. Onamning dadalari, otalari O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshev, maqomchi do'dam. Hozirda adez bilan meni xo'jayinim yaqindan tanish debdilar. Adam ya'ni tanishlari rosa ko'p. Chunki adam ham anaqa ulpat odamda, juda kirishib ketadilar, tez do'stlashib ketadilar. Dasturxonli ulfat odam, ayniqsa Toshkent xalqi, Parkent xalqi juda yaxshi ko'radi odamni. Nega uxlamayapsiz? Siz uxlang, keyin uxlayman. Mana ham onajonim 1-noyabr tug'ilganlar. Semirtiradigan dorini istoriyaga qo'yib qo'yaman, xo'p, nomerlari bilan. Siz ham samimiy insoningizga o'xshab zo'r ko'z emas, rahmat. Yuzingizda hamisha kulgar emas, aytganingiz kelsin. Hoshimjon rol yarashadi, dedilar. Men ham 30-oktyabrda tug'dim, siz borgan raddomda. 5-da tug'dingizmi? Dardingiz bo'lganmi? Nega kesirva bo'ldingiz? Chunki dard bilan borganman men. Endi bu temani gapirib o'tiribdi, erkaklar ham kuzatib o'tirib. Bolam anaqa bilan yotib olgan. Aylanib olgan, ko'ti bilan yotib olgan. Rossa kutganmiz. Men divayni qiynalganman. Kechasi 12da borgan, 12da bo'lsa, 12da borgan, 1da borgan bo'lsam raddomga, ertalab soat 8da meni kesirvaga operatsiyaga olishgan. 8 gacha kutganmiz. Bolam aylanishini 2 marta ikindikka o'qiga o'ralib olgan. Ko'ti bilan yotib olgan Qaysar. 6-oydan 9 oygacha o'ziga boraveraman. Yo'q, aylanmadi, ko'ti bilan yotibdi bolangiz. Yo'q, aylanmadi, ko'ti bilan yotibdi. Babi kesirva bo'lasiz deyishdi menga. Allohning aytgani bo'lar ekan. Dattavo stipendman kesirva bo'lmaslikka harakat qildim. Baba Allohning aytgani bo'lar ekan. Chunki kesirvada qiyin-da, baribir 40 kun qiynalasiz. O'zingiz tug'sangiz bitta qiynalasiz, lekin tezroq восстановление bo'lasiz-da. Endi Allohning aytgani bo'ldi baribir. Bolam Qaysar ko'ti bilan yotib oldi, ham 2 marta kindigiga o'ralib olgani uchun baba ginekologim risk qila olmayman. Men sog'lom bolani qo'lingga olib beray dedi. O'zi 9 oy qiynalding dedi. Mayli, bolam sog'lom tug'ilsa bo'ldi deb tavakkal deb turib keyin shunaqa bo'lib ketdi. Mayli, endi Allohning aytgani. Yaqinda Urgutga to'yga kelganingizni ko'rganim xursand bo'ldim. Muxlisman, rahmat, sog' bo'ling. Hoshim aka qani? Hoshim jonkola bilan. Hamma ko'rganingiz o'g'lim yig'loq edi, bora olmadim oldingizga. Kelavermaysizmi? O'zingiz chiroyli, aktyorchilik yarashadi, qizim rosa kamtar inson, rahmat. Assalomu alaykum. Fajana Salman, rahmat. Bonu qiz ammasiga o'xshaydi-da, aytmang. Bahrom, mana bitta nima deb chiqib ketdi? Chunki Bahrom matbitga qilishdi-ya. Bahrom, men o'qolmay qoldim chunki buni SMS-ini. Endi shu sassiq gap gapirib, o'zidan kimni yasab olasiz yozibdi. To'g'ri gap chiqmaydi bunda. Bahrommi? Men ustazodaman, Bahrom deb qaling. Salomat bo'ling. Yuzda nima o'zgarish bor? Bilmasam. Sevirgandirman. Nega to'ylarda Xorazmcha aytaman, Xorazmcha. Yangi yilga kelganingizni ko'rdim. O'g'ilchangiz rohatini ko'ring, rahmat. Bizani ham o'qing, vaylar ko'proq chiqaring, uyqu yo'qmi, dojisiz, qanaqa qilib semirdingiz? Voy, men giyohli kapsula ichdim. Ishtaha ochadigan. Rosa hurmat qilmas bilan